Avazoxun. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ulug'bek Rahmatullayevning muxlislari. Menga o'xshab. Ulug'bek Rahmatullayev bu insonni men juda bir hurmat qilaman. Qaysi tarafini hurmat qilamanki, Ulug'bek Rahmatullayev bachkana so'z ishlatmasdan, bachkana qo'shiq aytmasdan ham hit qo'shiqlar yarata olgan san'atkor. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Boringizga shukur, kelganingizga rahmat. Men yaxshi ko'raman qo'shiqlaringizni. Haligi dardli qo'shiqlaringizni, mana qo'rqmasdan dardli qo'shiqlar ham aytadi. Dadamga ichirmanglar, hali sovchi kelmagan qizlar, yaqinda hali qariyalar uyi degan qo'shiqlarini eshitib yig'ladim men. Zo'r joyi bor ekanda, endi ota kerak emasmi bolam, endi ona kerak emasmi bolam degan joylari bor ekan. Yig'ladim, lekin rostdan yig'ladim. Mashinadan qo'yib maza qildim. Shunaqa bir zo'r ijodlari bor. Ko'z tegmasin, men juda ham hurmat qilaman. Men so'zni hurmat qilgan san'atkorni hurmat qilaman. Ulug'bek Rahmatullayev. Mana meni siz bir maqting. Men haqida bir chiroyli gaplar gapiringiz. Ko'p aytmang, qisqaroq bo'lsin. Xo'p, qisqaroq aytaman. Nima desam bo'larkin? Uyatsiz so'zlarsiz, bemalol ota-onang bilan, ayollaring bilan, singling bilan kelib, uyalmasdan tomosha qilishni ko'rsatib qo'ygan. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo, nafaqat yer sharida, balki boshqa planetalarda, Mars, Neptun, o'zga sayyoraliklar ham muxlisi bo'lgan Avazoxunga bitta qarsak chalib qo'ying. Bunaqa ta'rif bo'lmagan-a sizga? Yig'lavordim aka. Yig'lang, to'yib yig'lang. Odam yashamaydigan joylarda aytyapsiz. Qachondir borib qolishar balki, xudo xolasa. Salomat bo'ling. Ulug'bek Rahmatullayev bilan birgalikda o'tgan yili Amerikaga borib keldik. Ko'rdinglarmi? Instagramlarda, internetlarda ko'rdinglarmi? Amerikada konsert qo'yib keldik. Yo'qda ham o'zbeklar ko'p ekan. Amerikaliklar yo'q ekan. Hamma o'zimiznikilar. Zo'r bo'ldi konsert. Endi bilasizlar, shu joyda bitta narsa aytib qo'yamiz, be. Ha. Mana siz hamma bir xushchaqchaq, kayfiyatli, xursand odam deb o'ylaysizlar-da, sahnada ko'rasizlar, hayotda qirq teskarisi ekan shu bola. Mana shu safarga chiqqanda kimni qanaqaligini bilasan degan gap bor-ku, shu rost ekan. Yo, endi ayting-da mana, men ayting-da. Qanaqaligingizni aytaymi? Nima qilganimni ayting, nima qilganimni Bu ayting. juda qo'rqoq bola ekan deydi. To'xtab turing, juda qo'rqoq. Nimadan qo'rqdim? Samolyotdan qo'rqishni boshladingiz, meni yuragimni qo'rqitib. Ulug'bek o'zi qanoti shunaqa bo'ladimi? Hali tong turbulentga shunaqa bo'ladimi? Voy dod. Men 13 soat uxlab ketadigan odam o'zim ham ishonib qoldim, hozir bir narsa bo'lib qolsa-chi deb. Yo'q, men fobiyam bor, bilmaysizmi? Yo'q. U samolyot bir 6 soat uchgandan keyin jim bo'lib qoldi-da. Meni xayolimda lo'chiga uxlab qolyaptimi deyman. 6 soatdan keyin lo'chi gapirdi. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz 60 balandlikda parvoz qilyapti. Havoning harorati -50 daraja. Xavfsizlik kameralari taqa qoldi. Qatnoq oxirigacha men to'shni uxlayapti deyman, bormi? Uxlab qolsa nima qilasiz? Ko'rinmaydi-yu. Uxlab qolmaysiz. O'zini o'zi boshqarib ketgan samolyot. Antarktida tomonga qarab ketaversa nima qilasiz? Atlantika okeani ustidan uchib ketyapsiz. Ya'ni eng qizig'ini aytaymi? Bitta samolyotdan qo'rqdim, xolos. Faqat samolyotdan emas. Yana nimadan qo'rqdim? Yana tumsoqdan qo'rqar ekan avaz. Eng qo'rqadigan hayvoni tumsoq ekan. Uyga bir kichkina bolasini kirgizib olinglar, ko'rasizlar nima bo'ladi. Biz borgan shtat endi issiq joy bo'lgani uchun aeroportdan tushishimiz bilan bir katta yoziqlar turibdi. Ehtiyot bo'ling azizlar. Ilonlar va alligatorlar. Timsohlar. Yo, endi bu yerda bor ekanda, hali biz borishimizdan bir kun oldin bitta kampirni yeb qolganini ertaga yeyman deb pastga olib chiqib qo'yibdi-ku. Rostdan. Yana eng qizig'i, men yotadigan joy bor-da, u yerda bizga joy qilib qo'yishgan, 2 qavatli bir bino, dachaga o'xshagan joy. Suvni bo'yidaligi nima ayting? Suvni bo'yida krokodillar bor joyda. Meni xonamga chiqib yotyapti, ikkinchi etajga. Mendan oldin chiqyapti.
Qo'rqqanda bunday qarasa eshikdan kirganda chap qo'lda bitta spalni, ikkita spalni tepada, bittasi meniki edi. Men xullas qo'rqmasdan ko'rdingizmi, birinchi qavatda yotdim. Qo'rqmayman-da shuning uchun. Lekin siz qo'rqar ekansiz. Balon qo'rqmaysiz. Ha. Balon qo'rqmaysiz. Nima eshikni quplab yotdingiz? Men uyda ham eshik qulab yotdim. Mana uyimdagilardan so'rang. Ha, men to'rtta bolam bor, voy. Mani bolam yo'qmi? Meni ham bolam bor, o'sha uchun qulab yotdim. Sog'lom kelganimizga Xudoga shukr. Yana ham ko'payib ketibdi, yaqinda gaplashdim. Lekin konsert zo'r bo'ldi. Konsert, voy, dahshat. Mana shu konsertda men ularga sizni kuzatdim endi, birinchi marta kuzatishim. Keyin bir ikkita to'ylarda ham e'tibor berdim. Mana shu qiliqlar qilib qo'yar ekansan, seni sozandalar qilib narsa bir joyga qashlab qo'yasizmi, bir narsa qilib. Bir narsa Qashib qo'ymayman. Yo'q, bir narsalar qilyapsiz. Yo'q, ana qo'shiq kuylayotgan paytimizda o'sha muxlislarimiz ana qo'shig'i aytib bering, onam bilan o'ynamoqchi edim yoki ana qo'shig'i kutyapmiz deb qolishadi. Ssenariyni o'zgartirish uchun imon ishoralar bilan ko'rsatib boraman-da. Uzoqda turib. Tushunasizlarmi? Ha, harakat qo'l bilan. Qaysi qo'shig'i ayting mana. Qanaqa tushunasiz? Masalan, yo'q, masalan, haligi kapalaklar degan qo'shig'ingizni aytmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz, masalan? Nima Kapalakmi bu? Kapalak. Kapalak. Endi men bunaqa qila olmayman, ko'zaxonada turib olib. Bo'pti, bunaqa qila olmasangiz. Men buni qanaqa tushuntirasiz, masalan, kapalakdan sal farq bo'lish kerak, masalan. Hali qo'shig'ingiz bor-ku. Osmonlarda uchar oppoq kabutarlar. Unda sal qo'limni ko'taraman-da, tepar odamman nima qilaman. Bu kabutar. Bu kabutar. Kabutar balandroqda uchadi-ku. Onsaroq bo'lish. Haligi yana zo'r ashulangiz bor-ku, haligi omadim kelmadi deb Inamarkada ashulab ekansiz-ku. Ha, u ham oson. Cho'nchagimni qo'lim tiqaman-da, bo'sh cho'nchagimni ko'rsatib qo'yaman. Omadi kelmaganda ular. Hali bemor degan qo'shig'ingizni qanaqa tushuntirasiz? U oson lekin, men bunday qilaman. Boshqacharoq bemor ekanda u. Endi bizga farqi nima? Shu qo'shig'i tushunsa bo'ldi. Zo'r qo'shig'i bor. Juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rasizlar, hozir eslataman hozir haligi. Bugun butkul qolmadi chin sevgiga ishonchim. Omonmisan, bormisan? Muhabbatda yolg'onchim. Aytayapti o'sha ko'pchilik. Mendan keyin bor bo'lib, yuribsanmi xor bo'lib? Yo'qlab qo'yay dedimda, oqibatli yor bo'lib yolg'onchim. U ham oson. Qanaqa? Shu yolg'onchini qanaqa tushuntirasiz? Qulog'im ham qilib qo'yaman. Quloqqa deb lag'mon ilat deydi-ku qulog'imdan. Yo'q, zo'r ekan lekin. Masalan, ota degan qo'shiq bo'lsa qanaqa tushuntirasiz? Ota mas'uliyat u qiyinroq. Qanaqa? Otada mikrofonda ashula aytayotgan bo'lsam-da tushiraman-da. Ha. Mo'ylov bo'lmasa-chi o'sha otani? Endi bizda farqi yo'q, mo'ylov bormi, yo'qmi? Ota biz uchun bitta ota. Ona bo'lsa-chi? Ha, ona zo'r, ona boshqa. Ona qanaqa masalan? Onamni qoshimni silab qo'yaman, ona qoshimni. Qaynona bo'lsa-chi, mabodo? Qaynona degan ashula yo'q-ku. Endi mabodo bo'lib qolsa deb variantga olib qo'yganmiz, chap qoshimni silab qo'yaman bundoq. Dadamga ichirmanglar deb menda qilsangiz kerak. Tushundim men o'sha. Mana qarang, tushunib oldingizmi? Tushunib oldim. Keling bo'lmasa qanchalik bilganingizni hozir topamiz. Xo'p, men o'sha ko'rsatingchi. Men endi topib beraman sizga. Men sozandingizman. Aha, uzoqdan turib, men zakaz qilmoqchiman. Zakaz qiling. Dadamga ichirmanglar. Uradilar onamni. Avazaxon Gulroz qarsangiz azizlar. Rahmat. Ulug'bek Rahmatullayev. Salomat bo'ling. Rahmat. Muxlislarimiz sizga qoldiramiz. Bemalol. Kayfiyatlarni ko'tarib, men yo'qligimni bildirmaysiz. Salomat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yaxshi boring. Salomat bo'ling. Yugurib men. To'pliklari tushib qolsin. Hali indiski kinoda pardani orqasidan chiqib turadi-yu. Men xotiningizni birinchi eriman deb chiqib keladi o'sha. O'sha to'pliga o'xshaydi-ku. Bu Ulug'bek Rahmatullayev bilmaysiz, kiyim jinnisi ekan bu. Voy, yomon kiyim yaxshi, kiyinishni yaxshi ko'rar ekan. Amerikaga ketyapmiz, 3 ta chamadon ko'tarib chiqibdi. Mana shunday mashina chamadon. Ulug' akam qani, pardon, chamadonni bunday qilib, shu yerdaman deydi. Voy, bu chamadonni nima sostavini savaldingizmi dedim. Yo'q, kiyimlarim deydi. Sotasizmi dedim. Kiyaman deydi. O'zi 21 kunga ketyapmiz.
3 chamadon kiyim olibdi. 3 chamadon. Amerikaga bordik. Aeroportdan chiqdik. Ulug'bek rahmatullayevdi chamadonlari alohida boshlada ketdi. Biz alohida boshlada ketdik. Meni chamadonim quchog'imda, o'xshab ketyapman. Tizzamga qo'yib olgan. Kichkinagina. Keyin borib joylashdik, gazisiga joylashgandagi Telegramda yozdim Wi-Fi ni yoqib. "Qaytasiz?" desam, "Yoningizdagi xonaman" dedi. "Chiqing" dedi. Shunda chiqsam, sep yoyibdi. Oldin hali vodiylarda kelinlar sep yoyardi to'ydan keyin esinglardami? Va hozir ham bor shunaqa sep yoyishlar. Voy, kiyimlarni yoyib bu yoqda hamma narsa bor. Chamadon, hamma chamadon. Kiyim o'zi hali karavotda mashnaqa siqib o'tiribdi divanning ustida, siqilib. Men aytdim, "Ha, aka" desam, "Oq shortigim qolib ketibdi" deydi. "Dekabrda shorting nima qiladi? Nima qilasiz shortingiz ham cho'milgani boramiz-ku" deydi. Aytdi, "Qora shortida cho'milsa bo'lmaydimi?" dedim. "Siz avval tushunmayapsiz-da, ukam. Menga tushmaydi-da" deydi. "Nima farqi bor u cho'milayotganda tushadimi, tushmaydimi? Cho'milayotgan paytingda men kiyimni to'g'ri kiymabdi demaydi-ku bu. To'g'rimi? 3 chamadon kiyim. Bu haligi shtatdan bu shtatga chamadonni sudrab yuribmiz. 3 kishi. Aytdim ularga dedim, shu 3 ta chamadon ko'targandan ko'ra uydagi shkafingizga g'ildirak o'rnatib olib chiqarmasdi dedim. Bir yo'l hammasini so'rab yuraverardik bitta qilib dedim. Ya'ni 3 chamadon kiyim olib borgan odam shopping qilaylik deydi. Yana kiyim olmoqchi. Kirdik katta mana shu xalqlar do'stligiga bir 3 ta keladigan gipermarket bor ekan. Gipermarket ekan u. Katta gipermarket. Bitta paypoq $35. Paypoq kastim shim beradi. Paypoqni puliga. Bu paypoq ham bunaqa chiroyli paypoq emas, anaqa paypoq. Men olmasam ham good, okay. No, ya. İçimde balani yepsan deyapman, balani yepsan. Olmayman baribir deyapman-da. Bir payt Ulug'bek rahmatullayev Louis Vuitton degan magazindan $1 tupli oldi. Bir dona qora tupli. $1. Men aytdim, shuncha pulga shuni oldingizmi? Sen chiroyli kiyinib yurish sunnat deydi. Aytdim, aka buni puliga sunnat to'y qilsa ham bo'ladi dedim. Yana jigar rangini siz oling deydi. Men nima deyman, rangi yoqmadi deb qo'yaverdim. Bir oy Amerikada yurib bitta to'pli bilan qaytib ketmayman-ku. Uyda bolalarni nima olib keldingiz, to'pli olib keldim deymanmi? Ulug' amakim nima oldi desa, qorasini oldi deymanmi? Endi Ulug'bek rahmatullayev har yil konsertlarda muxlislariga bir surpriz qiladi, qimmatbaho sovg'alar beradi. Bugun ham mana shu an'anani davom ettirgan holda boya va'da berdi. Avvazoxon bemalol e'lon qilavering. Zo'r sovg'am bor, qimmatbaho sovg'am bor deb aytdi. Mana shu sovg'ani hozir 3800 ta odam ichidan topamiz. U har bitta inson bo'lishi mumkin. Bitta qarsak bilan. Keling sizlar. Salomat bo'ling. Xo'p, endi buni biz tortishimiz kerak, olishimiz kerak. Uning uchun bizga yordam beradigan insonlar kim bir xayrixoh, bir xolis inson yordam bersin. Bormi? Qizim, qiz qo'yib oling-chi, shirin qiz aka. Keling. Voy, uni qaranglar. Sovg'a emas, sovg'a oladigan odam topib berasiz, xo'p? Keling, ismingiz nima? Dilnoza. Dilnozaxon. Qayerdan keldingiz Dilnozaxon? Toshkent. Toshkent. Ulug'bek rahmatullayevni yaxshi ko'rasizmi?
Yaxshi ko'raman. Qaysi ashulasini yaxshi ko'rasiz? Nimada? Nimada? Yulduzim degan qo'shig'ini. Yulduzim. Aytib bera olasizmi? Esimda yo'q-da. Jonim yulduz. Endi bizda sevmoq bor. Ko'rishmoqlik yo'q, xotiradan ochmoq bor. O'charmoqchilik yo'q. O'sha qo'shiqni yaxshi ko'raman. Oramizda araz bor. Ko'rishmoqlik yo'q, xotiradan ochmoq. Bu joyni aytding. Salomat bo'ling. Endi bu yerda qatorlar bor. Mana siz chiroyli qizchamizni birinchi qatorni tortasiz. Buni aralashtirib, ichiga qaramasdan bittasini olasiz. Yaxshilab aralashtirib oling. Yaxshilab aralashtirib oling. O'zingiz menga qarab turing. Oling endi bittasini oling. Qani. 18-qator. Daqsam 81 bo'lib qopti mana. 18 bu. Ko'rdinglarmi? 18 qayerda o'tiribdi 18? Voy, xursandmisizlar? Biletinglarga yaxshilab qarab turinglar. Hozir joy chiqadi. Endi joyini olamiz, joyini. Keling. Endi joyini tortib berasiz. Bitta joylar bor. Uni ham yaxshilab aralashtirib yuboring. Mana shu yerda o'tirgan 80 odamni aralashtiryapti hozir. Yuragi o'ynab o'tiribdi hozir ularni. Endi bittasini oling. Oling. Oh! Nechi bu? 29. 18-qator 29-joy egasi. Bitta chiroyli qarsakcha olib qo'yinglar. Biletingizni ham olib chiqing. Rahmat sizga. Katta qiz bo'ling. Voy, naq qo'ying. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Katta qiz bo'ling. O'zidan chiqqan to'qolibsiz. Keling opa. Biletingiz qo'lingizdami? 18-qator 23-joymi? Qarsak bo'lsin. Qarsanglar bo'lsin. Keling. O'zi ayollarga chiqyapti. Ayollar omadli erkaklarga qaraganda, o'zi o'tirganlar ham ko'p ayollar ekanda. Keling, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kelavering. Sahnaga birinchi chiqishingizmi? Hayajonlanmayapsiz-ku? Mabodo o'qituvchi emasmisiz? O'qituvchiman. Bitta ko'rganda bildim-da. Qaysi fandan dars berasiz? Rus tilidan. Bitta ko'rganda bildim o'qituvchiligingizni. Chunki odob bilan agar boshqa kasb bo'lganda rus tilidan. Qaysi maktabda, qayerda? Jizzax viloyati G'allaorol tumani 25-maktab. Voh! Qarsak bo'lsin. G'allaorolinglar ko'pmi? Voy, salomat bo'ling. Bugun dars o'tmabsiz-da, значит. Dars o'tib kelyapti. Dars ham o'tdingizmi hali? Voy, aylanib ketay. Ismingiz nima? Dinara. Dinoraxon opa, salomat bo'ling. Ismingiz ham ruscharoq ekan. 18-qator 29-joy. Buni Orient Finans Bank olgan ekanlar. Etiketdan olgansiz-a? Mana yaxshilab operatorlar ko'rsatib qo'yasizlar. Salomat bo'ling. Sovg'ani Ulug'bek Rahmatullayevni o'zlari topshiradilar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev, marhamat, keling. Tabriklayman, rahmat. Avazaxon, qarsangiz sizlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu yil konsert dasturimizning homiysi ajoyib ijodkorlar. Men juda hurmat qilaman. Mana shu insonlarda xalq uchun bir manfaatim tegsin degan ma'noda ajoyib mana shu Numa savdo belgisi, ajoyib vitaminlar, sog'liq uchun foydali. Bitta qarsak chalib qo'yaylik. Mana shu ijodkorlarga rahmat. Sal ensiz qotib qoldi. Nima bo'ldi? Qo'lingizdagi soatingizni qarang, berayotgan narsangizni qarang. Siz nima bu sog'liq bilan bog'liq narsa eng qimmat narsa emasmi? Paket Eng qimmat narsa sog'liq emasmi azizlar? Bu vitaminlarni ichsalar hali Dinara opamiz o'qituvchi ekanlar, energiya mana mahsulotlar bor, vitaminlarda bir
mazza qilib bir darslar beradi. Albatta hazır buni o'zim emas, Paket- hammasi. paket ajoyib ko'tarib sovg'a- kelganingizni qarang. Yo, to'xtab. Ajoyib sovg'a bor. Sizni ko'rsataman Ha, birinchi bormi? hozir. Ha. Dinor opa bor ekan. Qimmati bor ekan. Tabriklayman. To'te nima ekan bilaylikchi. Pul bo'lsa ya. Hammamiz yoshligimizdan borishni orzu qilgan umra ziyoratiga sizga yo'llanma beraman. Voy, Dinor opa, xursandmisiz? To'xting endi. Mayli, bitta yig'lab oling, keyin gaplashamiz. Borganmisiz, bormaganmisiz? Bormaganman. Niyatingiz bormidi? Bor edi. Sog' bo'ling. Rahmat Dinor opa. Borganda bizni ham eslab qo'ying, xo'p? Muborak bo'lsin. Mana buni menga berib turing-da. Sizga og'ir ko'tarish mumkin emas. Bunaqa hayajonli paytda og'irlarni ko'tarish mumkin emas. Keling do'stim. Keyin Sarvar. Dinor opamga Shu shogirdimga bitta qarsak chalib qo'ying Sarvar. Shogirdlar bitta qarsak chalib qo'ysin. Haligi bular to'lqinlanib, ko'zlariga yosh kelganda ana qo'shig'ingiz esimga tushib ketdi. Qaysi? Shu yigitlar so'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, otam hoji qilaman, onam hoji qilaman. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, muxlislarim hoji qilaman. Alloh rahmatullohi. Avazoxun Guldiroz qalsangiz azizlar. Shu qo'shig'ingizni eshitsam, men yig'lab eshitaman Allohga. O'zimga ham juda yoqadi. Avval sizga alohida rahmat deyman. 7 kun davomida meni konsertimga kelib oldirib keling, endi oldirib keling. 7 kun o'z vaqtida kelib, mas'uliyatni his qilib, muxlislarimni juda ham bir kayfiyatini ko'tarib berganingiz uchun alohida sizga rahmat. Rahmat. Avazoxun. Rahmat. Rahmat. Rahmat.